ko'p ma'lumotlarni masalan yetkazamiz, eng zo'r narsalarni rekka chiqaramiz ham uchun. Bu videolarda masalan qadri kimdir yetadi, kimdir yetmaydi. Yetgandan keyin buni oxirigacha yetkazib bera olmaydi. Buni rangini qaragin juda ham chiroyli, kardamon, zafaron. Yana bunga mana bu karkada ham bor, bu ham bir shohona giyoh bo'ladi. Qonni zo'r suyultiruvchi, bundan bitta tashlab olsa, odamni joni kiradi, maza qiladi. Bu machagoni bo'lganini hisobiga atoklarni zo'r ketkazadi. Qonni zo'r suyultiradi. Kardamon, karkada mana bu zafaron bilan uchosi birday qilib bir kunda bir stakandan ichib yursin demoqchi uchun. Hayotida qon suyultiradigan dori ichmaydi. Yoki-da o'sha yuragidagi ko'p muammolarga ancha-muncha dardiga shifo bo'ladi. Anchadan beri toqqa chiqib quyosh botishini kuzataman deb turdim. Mana haqiqiy quyosh botishi, haqiqiy romantika. Bu romantikani siz aqlan foydasini his qilyapsiz. Hozir ichaman, foydasini ko'raman deb ixlos bilan ichasiz. Xudo xolasa borku, yuragingiz shu darajada baquvvat bo'ladiki, butun qon tomirlaringizdagi qonlar suyulib aylanadi. Inshaalloh mana Hindistondan haqiqiy mana upakovkalarda keldi. Hozir mana bunaqa sharoitda yo'llarda juda ham taqchillik ko'p, bunaqa ziravorlarga ayniqsa hamma vohmaga tushib qolgan narx-navo bo'yicha yo'q. Afsuslanmaysiz, kelasiz, o'sha o'zgarmagan bir qultum iching. Mana shunaqa havo bilan iching, kislorod miyangizda shu darajada zo'r aylanadiki, inshaalloh 2 betiz qip-qizil. Inshaalloh zo'r sog'lomlar qatorida, oldi qatorida yurasiz. Biroz sizga rahmi kelib yuragingizga maslahat ham bermaydi. Ishoning, yurakdan muammo ko'rmaysiz. Qon tomirlaringizdagi sasudlarni mustahkam qilib, tromblarni, kerak bo'lsa qon chiqindilarini chiqarib, inshaalloh sizdagi insult, infarktni oldini oladi. Mana bunaqa Alloh yetkazgan turshaklar bilan bismillah. Bundan bitta yeb, kardamonni choylardan ichsa, agar yuragingdan muammo bo'lsa, keyin gapiraverasan. Yo'q, yurakdan muammo yo'q. Ikkita yuraklar, 3ta yuraklar, kerak bo'lsa butun oiladagi yuraklar sizni mana bu mehribonchiligingizga muhtoj. Uyingizga olib borib qo'ying. Kerak bo'lsa 100 gram ancha muddatga yetadi-da. 100 gram karkade bilan buni iching. Juda foyda. Serotonin hammasi yuragga mos narsalarni yeb, ayniqsa o'rik, kardamonlar bilan bu hoji dodalaring, hoji onalaringga eng yoqadigan, foydali, yaxshi kontent bo'ladi inshaalloh. Kelganda toza mahsulotlardan beri Umidjon. Bu faqat Qatortol Optiy bozor 9-10-do'kondan topasiz. Umidjonni qidirib toping. Baraka topsan hamma giyohlarda ipidan ignasigacha ichish tartibligini o'rgatadi. Qarang, sakinat hazmi juda mustahkam bo'ladi-da. Ayniqsa sakinatda qilingan ibodat, istig'forlar, mana shunaqa hayotni mazmuniga yetib borish uchun bular kerak bo'ladi inshaalloh. Bitta videoda aytib qo'yaylik. Umid akam ro'za tutmabdi demasin. Soatini ham bir ko'rsatib qo'ygan. Men ana o'zimni soatimni ko'rsatay. Ko'p odamlar yozyapti, ro'za tutsangiz bo'lmaydimi deb. Bu iftorlikdan keyin mana 8:22. 3 mahal ro'za tuting. 3 mahal ro'za tutsangiz. Yaxshilikka. Yaxshilikka hammasi inshaalloh like bo'lsin, yaqinlaringizga jo'nating. Sizning sog'ligingiz biz uchun o'ta darajada muhim, xudo xolasa. Yasha.